Zulfiya nomidagi davlat mukofoti. Ushbu mukofotni qo'lga kiritish har bir o'zbekistonlik qizning orzusi. Ushbu mukofot 1999-yilda ta'sis etilgan va 2025-yilga qadar 100 minglab qizlarning orzusiga aylangan, minglab qizlarning hayotini o'zgartirishga, ijobiy yutuqlarga erishishiga turtki bo'lgan ushbu mukofot. Albatta 2025-yilda ham 3000 dan ortiq talabgorlar ichida 28 nafar qizlarimiz turli yo'nalishlarda ushbu mukofotga loyiq ko'rildi. Ular orasida jizzaxlik Mehribon Abdurazzoqova ham bor. Ular san'at yo'nalishida aynan fortepiano ijrochisi sifatida Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'ldilar. Bugun ularning hayoti, faoliyati, ijodiy yo'li haqida sizga qisqacha ma'lumot beramiz. Mehribonning har tongi shunday boshlanadi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi 8-son bolalar musiqa va san'at maktabi uning haqiqiy ijodiy uyi. U har kuni erta tongdan mana shu ijodiy muhitga, san'at deb atalmish sehrli olamning a'zosi bo'lishga intilayotgan bolajonlar oldiga oshiqadi. Fortepiano cholg'usi ustozi, professional ijrochi, san'atning fidoyi a'zosi sifatida u shogirdlari va jamoasi e'tirofiga sazovor. Bolalar qalbiga musiqa san'atining ezgu g'oyalarini singdirish, hayotning mohiyati kuy va ohangda, yorug'likda, yaxshi tilak va amallarda ekanligini o'rgatish Mehribonning hayotiy maqsadi. Mehribon Jizzax davlat pedagogika universitetining musiqa ta'limi yo'nalishini tamomlab, ayni musiqa va san'at maktabida o'z ish faoliyatini boshlagan va 3 yillik qisqa pedagogik faoliyati davomida o'nlab shogirdlarni yetishtirib chiqarib, turli xalqaro tanlovlarda, respublika tanlovlarida, hududiy tanlovlarda g'olib bo'lishiga ko'maklashgan va ularning san'atga bo'lgan qiziqishini uyg'ota olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyalarda, gazetalarda ham meni ism familiyam chiqishini juda ham kutardim va bu yil 2025-yil 3000 qiz ichidan saralanib, bu mukofotga loyiq ko'rinib va farmonda borligimdan juda ham xursand bo'ldim. Nafaqat men ustozlarim, ota-onam va hamkasblarim ham men bilan qo'shilib juda ham xursand. Hozir ham o'sha emotsiyalar bilan yuribman desam bo'ladi. Yurtboshimiz bilan uchrashishdan oldin doim orzu maqsadlarim bo'lardi. Agar Zulfiyaxonim davlat mukofotini olsam, yurtboshimizga chiqqanda g'oyalarim, fikrlarim, ideyalarimni aytaman deb maqsad qilardim. Ishonasizmi? Yurtboshimiz so'zga nutqqa chiqar ekan, biz yoshlarga, ayniqsa qizlar uchun juda ham ko'p kuch energiya berdi. O'zining nutqlaridan men ilhomlanib, ular oldin qilgan orzularim kichkinagina bo'lib qoldi. Yurtboshimizning suhbatidan keyin, ularning nutqidan keyin juda ham katta orzu va juda ham katta maqsadlarni qo'ydim. Yurtboshimizni oldiga borar ekanman, meni juda ham bir narsa o'ziga jalb qildi. Mehribon qizim deyishlari. Juda ham hayajonda edim va meni o'z ismimni, ya'ni Mehribon qizim deyishi xuddi otam gapirgandek bo'ldi va hayajonim yo'qoldi desam ham bo'ladi. Va Jizzaxda ham san'atning fortepiano turi rivojlanayotganidan men xursandman. Men sendan va shogirdlaringdan yurtimizda milliy cholg'ular jahonda qanday zabt etayotgan bo'lsa, jahondagi cholg'u, ya'ni fortepiano yo'nalish ham O'zbekistonda qanday rivojlanayotganini va sen o'z asarlaring bilan, shogirdlaring bilan jahonni zabt etasan degan umiddaman degan gaplar menga juda ham kuch berdi va quvvat berdi desam ham bo'ladi. Arzimas bo'lsa, yutuqlarimizni chinakamiga katta baholab va 3000 qizning orzusi bo'lgan bu mukofotni taqqani uchun avvalambor yurtboshimizga va ota-onamga, ustozlarimga kattakon rahmatimni aytaman.
Qahramonimiz xalqaro va O'rta Osiyoda o'z yo'nalishi bo'yicha ko'plab yutuqlarga erishib kelmoqda. Jumladan, Rossiya Federatsiyasi Sochi shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari o'rtasidagi nufuzli xalqaro tanlovda faxrli birinchi o'rinni, Qozog'istonning Olmaota shahrida bo'lib o'tgan Biz baxtli bolamiz festivalida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan. Shuningdek, 5 tashabbus olimpiadasining milliy va zamonaviy cholg'u ijrochiligi yo'nalishining respublika bosqichida birinchi o'rinni egallagan. Mehribonning bunday yutuqlari ro'yxati juda keng. Zulfiya nomidagi davlat mukofotini qo'lga kiritish esa uning ijodiy maqsadlarini yangi pog'onaga olib chiqa oldi. San'at yo'nalishi bo'yicha 13 yildan beri o'qib kelaman, o'rganib kelaman, izlanib kelaman. O'zim san'at yo'nalishiga ilk bor 3-sinfdan kelganman. Onam qo'llarimdan yetaklab, san'atning fortepiano turiga olib borganlar. Katta bo'lsam, Xudo xohlasa, kompozitorlar maktabi ochaman va u yerda O'zbekiston qizlari, O'zbekiston yoshlarining o'zbek kuylarini bastalayman. Ya'ni jahon instrumentida deya maqsad qilib qo'ygandim. Institutga kirganda ko'plab medallar qo'lga kiritdim. Jumladan yurt iftixori, o'z kasbining fidoyisi, intellektual izlanuvchi, yosh tadqiqotchi ko'krak nishonlari MDH davlatlar o'rtasida egalladim. Ishonasizmi? Uydagilarim, yaqinlarim, o'rtoqlarim ko'p aytardi. Sening medallaring ko'p jahonda. Nima uchun Zulfiya xonim davlat mukofotiga bu darajada qiziqasan? Onam ham doim Zulfiyani ola olmasam, farmonda ism familiyam ko'ra olmasdan tushkunlikka tushsam shu gapni aytib menga dalda berardi. Yo'q. U yutuqlar o'zimning yutuqlarim. Agar men Zulfiya xonim davlat mukofotini olsam, u meni yutug'im bo'lmaydi. U O'zbekistonimizdagi barcha qizlarning, yoshlarning yutug'i bo'ladi. Chunki u mukofot bilan men Xudo xohlasa barcha yoshlar uchun imkoniyatlar eshigini yanada ochishga yordam beraman va shu mukofot men uchun juda ham qadrli deb aytar edim. Yurtboshimizdan olar ekanman bu mukofotni va shu va'dalarni berdimki, Xudo xohlasa mening ham shogirdlarim xuddi bizning qizlarimiz qanday jahonlarni hozirgi yoshlarimiz zabt etayotgan bo'lsa, yangi O'zbekistonning poydevori bo'ladi va jahonlarga chiqib, siz qaysi yurtning farzandisiz desa, men O'zbekistonning farzandiman, O'zbekiston degan yurtning farzandiman deya chalib keladi deb prezidentimizga va'da berdim va Jizzaxga tashrif buyurganda ham hozirgi ilk qilayotgan ishlarimdan biri kompozitorlar maktabini yo'lga qo'yib, shu maktabni ochish bo'lyapti. Erishilgan har bir yutuq yanada mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Mehribon ham e'tirofdan ilhom olib, musiqa san'ati, xususan fortepiano ijrochiligi va kompozitorlik yo'nalishlarida yangiliklar yaratishga tayyor. Yurtboshimiz bu mukofotni ko'ksimga taqar ekan, ishonasizmi? Nafaqat ustozlarimning, ota-onamning, balki jamiyatimizdagi barcha yoshlarning mas'uliyati yelkamga tushdi desam bo'ladi. Odatda 10 yildan beri kutyapman, bu mukofotni olsam yengil bo'laman, orzuyimlardan biriga erishaman deb kutar edim. Yo'q, yanada mas'uliyatli bo'ldim. Men niyat qildimki, har bitta shogirdlarim Xudo xohlasa Zulfiya xonim davlat mukofotiga va yurtboshimizdan turli xil mukofotlar olishga va ustozining yuzini yorug' qilishga harakat qiladi deyman. Harakat, olg'a intilish, ma'lum sohaning etagini mahkam tutish hayotiy yutuqlarga yo'l ochadi. Buni qahramonimiz Mehribon Abdurazzoqova misolida ham ko'rdik. Aslida yurtimizda bunday iqtidorli yoshlar juda ko'p. Yurtimizdagi imkoniyatlar esa ularni birin-ketin yuzaga chiqarib boraveradi.